og'rimagan, boshimga muammo orttirishni yaxshi ko'raman. Room from Pinterest rubrikasiga xush kelibsiz. Nimagadir barcha genialni ideyalar menga kechki soat 3 da yetib keladi. Oxirgi payt Pinterest'im aynan shunaqa estetikaga to'lib ketdi. Chunki bu yil menda yashil hamda pushti rang uyg'unligi yoz bilan assotsiatsiya qilinyapti. Birinchi bo'lib orzuyimdagi Pick Me stillajni yig'ishga o'tib ketdim. Bekorga orzuyimdagi demayapman, chunki aynan shu rasm Pinterest'imda 2 yil избранныйda turgan. 2 kun oldin uzun marketda ko'rganimdan keyin ikkilamasdan buyurtma berdim, chunki odzivlari juda ham yaxshi ekan. Va bu kunisi yonimizda yangi ochilgan punkt vidichidan oldim. Aslida перестановка ideyasi ham aynan shu stillajdan boshlangan. Hali перестановка boshlamasdan men bir ikkita muammolarga duch keldim. Ya'ni xonamizni ob'y hamda jihozlari kulrang bo'lgani uchun qanaqa qilib bu ranglarni uyg'unlashtirishni bilmayotgandim. Va shunda xonamni rasmini ChatGPTga tashab prompt yozdim. Bu ko'rib turibsizki, u menga shunaqa chiroyli ideyalar berdi. Stillajdan keyin parda ilishga o'tib ketdim. Qanchalik quyoshni yaxshi ko'rmasam-da, chilla paytida xonam qizib ketyapti. Parda esa sal himoya qilib turadi. Однотонный choyshablarni ham dofaminoviga o'zgartirishga qaror qildim. Negadir oxirgi payt hayotimda ranglar yetishmovchiligini his qilyapman. Lekin aynan shuni deb singlim bilan tortishdik. Men xonani rang-barang qilish payida bo'lsam, u однотонный спокойный xona tarafdori. Sizchi nimani tanlagan bo'lardingiz? Ko'rimsiz, lekin menga juda ham yoqqan o'zgarish yangi ortopediskiy matras xarid qilganimiz. Birinchidan kravat yerdan ancha baland bo'ldi va ikkinchidan endi meni belim og'rimaydi. Avval shu joyda korobkalar juda ham ko'p edi, kamaganiga o'zingiz baho bering. Uyda bitta konditsioner bor, u ham esa boshqa xonada turadi. Shu sababli ozgina yordam bo'lsin deb ventilator oldim. Hozirgi oraliq rezultat aynan shunaqa. Keyingi qismlarda xona dekoratsiyasi hamda рабочий stol, kitob javonini qaytadan перестановка qilamiz. Shu sababli menga hamda Telegram kanalimga obuna bo'lib qo'ying, chunki barcha yangiliklar birinchi Telegramda chiqadi.